Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntiraman. Qoidalar o'zgaryapti va bu narsa Rossiyada ishlayotgan, yashayotgan, kelib ketayotgan deyarli barcha yurtdoshlarimizga ta'sir qiladi. Agar sizda registratsiya, patent, mehnat shartnomasi, tibbiy ko'rik, daktiloskopiya, migratsion karta yoki manzil bo'yicha biror joyda xato bo'lsa, ertaga bu oddiy xato katta muammoga aylanishi mumkin. Jarima patent bekor bo'lishi, mamlakatdan chiqarish yoki kirishga taqiq qo'yilishigacha boradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun avval qanday edi, hozir nima o'zgaryapti? Kimlar albatta tekshirish kerak? Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Qaysi nozik joylarda odamlar ko'p xato qilayotganini birma-bir tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamni katta muammodan saqlab qoladi. Men ko'p yillardan beri migratsiya hujjatlari bilan ishlayotgan odam sifatida shuni ko'ryapman. Oldin ko'pchilik qandaydir yo'lini topsa bo'ladi. 1-2 kun kechiksa hech narsa bo'lmaydi. Registratsiya qog'ozi bo'lsa bo'ldi. Patent pulini to'lasam yetadi deb o'ylardi. Lekin hozir tizim ancha qat'iylashyapti. Ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan bog'lanmoqda. Chegaradan kirgan vaqtingiz, migratsion kartadagi maqsadingiz, registratsiya qilingan manzilingiz, patent olgan hududingiz, patent to'lovi, mehnat shartnomangiz, tibbiy ko'rik va daktiloskopiya ma'lumotlari bir joyda ko'rinadigan bo'lib boryapti. Oldin odam masalan Moskva viloyatida registratsiyada turib, Moskvada ishlagan yoki patentni bir hududdan olib boshqa hududda ishlagan. Ba'zilar buni yillar davomida qilib kelgan. Tekshiruvga tushmasa muammo bilinmagan. Hozir esa eng asosiy o'zgarish shuki, bilinmaydi degan davr tugayapti. Inspektor ko'chada to'xtatmasa ham ish beruvchi ma'lumot yuborganda, bank operatsiyasi bo'lganda, poliklinika yoki patent markazida tekshiruvdan o'tganda, aeroportda chiqib kirganda eski xatolar yuzaga chiqishi mumkin. Ikkinchi o'zgarish, hujjatlarda kichik xato ham jiddiy qaralmoqda. Ism, familiya bir harfga noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana adashgan bo'lsa, pasport raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, registratsiyadagi manzil boshqa bo'lsa, bular mayli deyiladigan narsa emas. Chunki tizim sizni boshqa odam deb ko'rsatishi yoki sizning to'lovingiz, patentingiz, ro'yxatingiz bazada ko'rinmay qolishi mumkin. Uchinchi o'zgarish, ish beruvchi va chet ellik ishchi o'rtasidagi hujjatlar ko'proq nazorat qilinmoqda. Agar siz patent bilan ishlayotgan bo'lsangiz, faqat patentning o'zi yetmaydi. Ish joyingiz, mehnat shartnomangiz, qaysi hududda ishlayotganingiz. Ish beruvchi siz haqingizda tegishli idoralarga xabar bergan-bermaganini tekshirish kerak. Chunki xato faqat ish beruvchida bo'lsa ham, oqibatini ko'pincha oddiy ishchi ko'radi. Asosiy qism men nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olish kerak? Kim kamroq xavotir olsa bo'ladi birinchi navbatda? Rossiyaga ishlash uchun kelgan har bir odam o'zining 5 ta asosiy hujjatini tekshirishi shart. Bular pasport, migratsion karta, migratsion ro'yxat yoki registratsiya, patent to'lovlari. Agar sizda shulardan bittasida muammo bo'lsa, qolganlari ham xavf ostiga tushadi. Masalan, Ali ismli yurtdoshimiz 2023 yilda Rossiyaga kirgan. Migratsion kartada kelish maqsadini chastniy, ya'ni mehmon deb belgilagan, lekin keyin ish topib patent olmoqchi bo'lgan. Ba'zi joylarda bunga oldin ko'z yumilgan, ba'zi joylarda esa darhol muammo bo'lgan. Hozir esa kelish maqsadi juda muhim. Agar siz ishlash uchun kelgan bo'lsangiz, migratsion kartada maqsad rabota bo'lishi kerak. Chunki keyinchalik patent, ish shartnomasi va bazadagi ma'lumot bir-biriga mos bo'lishi lozim. Birgina shu xato sabab odam patent ola olmay qolishi, qayta chegaradan chiqib kirishga majbur bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Dilshod Moskva viloyatida registratsiya qilingan, lekin har kuni Moskvaga borib qurilishda ishlaydi. U Moskva viloyati yonma-yon farqi yo'q deb o'ylaydi. Lekin hujjat nuqtai nazaridan farq bor. Patent qaysi hududga berilgan bo'lsa, ish faoliyati o'sha hududda bo'lishi kerak. Agar patent Moskva shahri uchun bo'lsa, Moskva viloyatida ishlash boshqa masala. Agar patent viloyat uchun bo'lsa, shaharda ishlash boshqa masala. Tekshiruvda men bilmagan edim degan gap ko'pincha yordam bermaydi. Uchinchi misol, bir ayol kishi oilasi bilan kelgan. O'zi ishlamaydi, faqat turmush o'rtog'i ishlaydi. U men ishlamayman, demak menga patent kerak emas deb to'g'ri o'ylaydi. Lekin bu uning registratsiya, yashash muddati, tibbiy hujjatlar yoki bolalarining hujjatlari haqida o'ylamasligi mumkin degani emas. Ishlamayotgan odam ham migratsiya qoidalariga rioya qilishi kerak. Yashash muddati o'tib ketsa, registratsiya vaqtida uzaytirilmasa, muammo paydo bo'ladi.
Kimlar albatta xavotir olib, bugunoq tekshirishi kerak. Birinchi guruh patent pulini har oy to'layotgan, lekin to'lov kvitansiyalarını saqlamagan odamlar. Patent to'lovi o'z vaqtida va to'g'ri rekvizitga tushgan bo'lishi kerak. Bir kun kechikish ham ayrim holatlarda patentning bekor bo'lishiga olib kelishi mumkin. Masalan, patent to'lov 20 sanagacha to'lanishi kerak bo'lsa, odam 16 sana ertalab to'ladi. U atiga bir kunku deydi. Lekin tizimda to'lov muddati buzilgan deb chiqishi mumkin. Keyin u 3 oy ishlashda davom etadi. O'zi patent bekor bo'lganini bilmaydi. Tekshiruvda esa siz hujjatsiz ishlagansiz degan xulosa chiqadi. Ikkinchi guruh registratsiya qilingan manzilda aslida yashamaydiganlar. Juda ko'p odamlar tanishim registratsiya qilib berdi, men boshqa joyda turibman deydi. Bu eng katta xavflardan biri. Agar tekshiruv bo'lib siz ko'rsatilgan manzilda yashamasligingiz aniqlansa, bu soxta registratsiya sifatida baholanishi mumkin. Bu faqat siz uchun emas, sizni ro'yxatga qo'ygan uy egasi uchun ham muammo. Uchinchi guruh ish beruvchi hujjatlarni to'liq rasmiylashtirmagan odamlar. Masalan, siz kafe, sklad, taksi qurilish yoki tozalash xizmatida ishlaysiz. Sizda patent bor, lekin mehnat shartnomasi yo'q yoki shartnoma bor, lekin sizga nusxa berishmagan. Yoki shartnomada bitta kompaniya yozilgan, amalda siz boshqa obyektga yuborilgansiz. Bunday vaziyatda tekshiruv bo'lsa, savol ko'p bo'ladi. Siz menga brigadir aytgan deysiz, lekin hujjatda brigadir emas, rasmiy ish beruvchi ko'riladi. 4-guruh chegaradan ko'p kirib chiqadiganlar. Ba'zi odamlar 9 kun yurib, keyin 1-2 kunga chiqib kirib, yana 9 kun yuraman deb o'ylaydi. Lekin migratsiya qoidalarida yashash muddatlari, kirish-chiqish tartibi, umumiy hisob-kitob bor. Agar siz ishlash huquqini rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, oddiy kirib chiqish bilan hamma narsa avtomatik tozalanib ketmaydi. Chegarada eski kunlaringiz, qoidabuzarliklaringiz, jarimalaringiz ko'rinishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizda amaldagi patent bo'lsa, to'lovlar o'z vaqtida qilingan bo'lsa, registratsiya haqiqiy yashash manzilingiz bo'yicha bo'lsa, ish beruvchi bilan yozma shartnomangiz bo'lsa, tibbiy ko'rik va daxtiloskopiyadan o'tgan bo'lsangiz, pasport ma'lumotlaringiz hamma hujjatda bir xil bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin baribir kamida oyda bir marta hujjatlaringizni tekshirib turish kerak. Chunki xatolar sizdan emas, tizimdan, operatorlardan yoki ish beruvchidan ham chiqishi mumkin. Eng birinchi nozik masala. Patentni uzaytirish va patent pulini to'lash bir xil narsa emas. Ko'pchilik men pulini to'lab yuribman, demak hammasi joyida deydi. Lekin patentning umumiy amal qilish muddati, to'lovlar ketma-ketligi, tibbiy hujjatlarning muddati, pasport muddati ham hisob qilinadi. Agar pasportingizning muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, patent bilan bog'liq muammolar chiqishi mumkin. Shuning uchun pasport muddati kamida oldindan tekshirilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Tibbiy ko'rikdan o'tganingiz haqidagi hujjatlarni yo'qotmang. Ba'zi odamlar bazaga tushgan bo'lsa kerak deb qog'ozlarni tashlab yuboradi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Har bir kvitansiya, har bir spravka, har bir shartnoma nusxasi sizning himoyangiz. Telefoningizga rasmiy olib qo'ying, bulutga saqlang, qog'oz nusxasini alohida papkada tuting. Chunki tekshiruv paytida sizda dalil bo'lsa, vaziyatni tushuntirish osonroq bo'ladi. Uchinchi nozik jihat ism familiya tarjimasi. O'zbek pasportida lotin harflari bilan yozilgan ism Rossiya hujjatlarida boshqacha ko'chirilishi mumkin. Masalan, G'ulom bir joyda Gulom, boshqa joyda G'ulom, yana boshqa joyda Guljamga o'xshab noto'g'ri chiqishi mumkin. Bu kulgili ko'rinsa ham huquqiy jihatdan katta muammo. Agar patentda bitta yozuv, registratsiyada boshqa yozuv, bank chekida 3-yozuv bo'lsa, to'lov sizga bog'lanmay qolishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni olgan zahoti o'sha joyning o'zida tekshiring. Keyin tuzatish ko'p vaqt oladi. 4-nozik jihat jarimalar. Ba'zi odamlar yo'l harakati jarimasi, ma'muriy jarima, mayda qoidabuzarliklarni e'tiborsiz qoldiradi. Lekin takroriy ma'muriy qoidabuzarliklar kelajakda kirishga taqiq masalasiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir odam metroda hujjatsiz yurib jarima oldi. Keyin registratsiya muddati bo'yicha yana jarima oldi. Keyin yo'l harakati bo'yicha 3-jarima chiqdi. Har biri alohida qaralganda mayda ko'rinishi mumkin, lekin tizimda bu odam qoidani ko'p buzuvchi sifatida ko'rinadi. Shuning uchun jarimalarni tekshirib, o'z vaqtida to'lash, agar jarima noto'g'ri bo'lsa, belgilangan tartibda shikoyat qilish kerak. 5-nozik jihat ish joyini almashtirish. Siz bir kompaniyada ishlayotgan bo'lsangiz, keyin boshqa joyga o'tsangiz, patentim bor-ku deb yuravermang. Yangi ish beruvchi bilan shartnoma tuzilganmi?
kerakli xabar berilganmi? Hudud mos keladimi? Bularni tekshiring. Ayniqsa brigada orqali ishlaydiganlarda muammo ko'p. Bugun bir obyekt, ertaga ikkinchi obyekt, indinga uchinchi obyekt. Hujjatda bitta firma yoki umuman hech narsa yo'q. Tekshiruvda aynan shu savol beriladi. Siz rasmiy ravishda kimda ishlayapsiz? 6-nozik jihat. Bolalar va oila a'zolari. Agar siz oilangiz bilan yashayotgan bo'lsangiz, faqat o'zingizning patentingizni o'ylamang. Turmush o'rtog'ingizning registratsiyasi, bolalarning migratsion ro'yxati. Maktab yoki bog'cha hujjatlari ham tartibli bo'lishi kerak. Bola ishlamaydi, patent kerak emas, lekin yashash tartibi baribir bor. Ba'zan ota-onaning hujjati joyida bo'ladi, bolaniki esa vaqtida uzaytirilmagan bo'ladi. Keyin safarga chiqishda yoki hujjat topshirishda muammo paydo bo'ladi. 7-nozik jihat, vositachi hammasini qilib beradi degan gap. Men hamma vositachilar yomon demayman, lekin hujjatingiz uchun oxir-oqibat siz javobgarsiz. Agar kimdir sizga registratsiya 100% kelmasangiz ham bo'ladi, manzilni bilishingiz shart emas desa, bu xavfli signal. Agar kimdir patentni pulini menga bering, o'zim to'lab qo'yaman desa, kvitansiyani talab qiling. Agar kimdir bazaga tushadi, xavotir olmang desa, o'zingiz tekshirishni o'rganing. Ishonch yaxshi, lekin hujjatda nazorat undan ham yaxshi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlarni bitta joyga yig'ing. Pasport, migratsion karta, registratsiya, patent to'lov kvitansiyalari, tibbiy ko'rik hujjatlari, daktiloskopiya hujjati, mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotlari, jarimalar bo'yicha ma'lumotlar. Hammasini qog'oz papkaga soling va telefoningizga rasmga olib qo'ying. Ikkinchi qadam, sanalarni tekshiring. Rossiyaga kirgan sana, migratsion kartadagi sana, registratsiya tugash sanasi. Patent berilgan sana, oxirgi to'lov sanasi, keyingi to'lov muddati, tibbiy hujjat muddati, pasport muddati. Men tavsiya qilaman, telefon kalendariga eslatma qo'ying. Masalan, patent to'lovi 20 sanagacha bo'lsa, eslatmani 11 sanaga qo'ying. Registratsiya 30 aprelda tugasa, eslatmani 10 aprelga qo'ying. Chunki oxirgi kunda yugurish eng yomon odat. Uchinchi qadam, ma'lumotlar bir xilligini tekshiring. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana. Pasport raqami patentda to'g'ri yozilganmi? Registratsiyada to'g'rimi? Mehnat shartnomasida to'g'rimi? Bank kvitansiyasida to'g'rimi? Agar bitta harf xato bo'lsa ham, buni e'tiborsiz qoldirmang. Tegishli tashkilotga borib, tuzatish tartibini so'rang. Keyin qilaman demang. Chunki keyin aynan shu xato sabab ishingiz to'xtab qolishi mumkin. 4-qadam, yashayotgan manzilingizni tekshiring. Siz registratsiya qilingan joyda haqiqatan yashayapsizmi? Uy egasi sizni biladimi? Manzilni ayta olasizmi? Manzilni ayta olasizmi? Agar inspektor so'rasa, qaysi ko'cha, qaysi kvartira, kim bilan yashaysiz, shularni aniq bilishingiz kerak. Agar siz boshqa joyga ko'chgan bo'lsangiz, yangi manzil bo'yicha rasmiy masalani hal qiling. Bu masalada beparvolik qilmaslik kerak. 5-qadam, ish beruvchidan hujjat talab qiling. Mehnat shartnomasining nusxasini oling. Unda kompaniya nomi, sizning lavozimingiz, ish joyi, sana va imzolar bo'lishi kerak. Agar sizga kerak emas, bizda turadi deyishsa, muloyim, lekin qat'iy ayting. Menga o'z nusxam kerak, tekshiruvda ko'rsatishim lozim. Rasmiy ish beruvchi sizni tushunishi kerak. Agar tushunmasa, bu joyda xavf borligini biling. 6-qadam, patent to'lovlarini faqat ishonchli usulda qiling. To'lovdan keyin kvitansiyani saqlang. Kvitansiyada ism, familiya, summa, sana, rekvizitlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar boshqa odam orqali to'lasangiz, baribir chekni o'zingizda saqlang. Yaxshisi imkon bo'lsa o'zingiz to'lashni o'rganing. Chunki men pul bergandim degan gap hujjat o'rniga o'tmaydi. 7-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Hududingizdagi migratsiya bo'limi, ko'p funksiyali markaz, patent markazi, davlat xizmatlari portallari yoki ishonchli yuridik maslahat markazlari orqali ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum guruhlarda yozilgan gapni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Bir odamning tajribasi sizning vaziyatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Kimdir menda o'tib ketdi deydi, lekin sizda o'tmasligi mumkin. 8-qadam. Agar xato topsangiz, yashirmang, tuzating. Masalan, registratsiya muddati o'tib ketgan bo'lsa, darhol mutaxassisga murojaat qiling. Patent to'lovi kechikkan bo'lsa, holatni aniqlang. Mehnat shartnomasi bo'lmasa, ish beruvchi bilan gaplashing. Jarima chiqsa, tekshiring va qonuniy yo'l bilan hal qiling. Eng yomon yo'l bu muammoni ko'rmaslikka olish. Chunki migratsiyada kichik muammo vaqt o'tishi bilan kattalashadi. 9-qadam. Hujjatlaringizni oilangizga ham tushuntiring.
turmush o'rtog'ingiz, aka, ukangiz, farzandingiz qaysi hujjat qayerda turganini bilsin. Favqulodda vaziyatda faqat siz bilgan bo'lsangiz, boshqalar qiynaladi. Ayniqsa birga yashayotganlar orasida kimning registratsiyasi qachon tug'ashi, kimning pasport muddati qachon tug'ashi yozib qo'yilishi kerak. 10-qadam kelajakni oldindan rejalashtiring. Agar siz Rossiyada uzoq muddat qolmoqchi bo'lsangiz, faqat bugungi patent bilan cheklanib qolmang. Qonuniy yashash maqomi, rasmiy ish tarixi, soliq va jarimalarning yo'qligi, pasportning amal qilish muddati. Manzil masalasi bularning hammasi keyingi bosqichlarda kerak bo'lishi mumkin. Bugun tartibli yursangiz, ertaga hujjat topshirishda yo'lingiz oson bo'ladi. Xulosa shuki, qoidalar o'zgaryapti va nazorat kuchayapti. Endi bilmasdim. Brigadir aytmagandi, vositachi shunday degandi. Oldi ham shunday yurardik degan gaplar xavfsiz emas. Har biringiz o'z hujjatingizni o'zingiz tekshirishingiz kerak. Migratsion karta, registratsiya, patent, to'lovlar, ish shartnomasi, tibbiy hujjatlar, manzil va jarimalar. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan ogohlantirish uchun gapiryapman. Hujjatlari tartibli odam bemalol ishlaydi, yashaydi, reja qiladi. Hujjatida xato bor odam esa har bir tekshiruvdan xavotirda yuradi. Shuning uchun bugun kechqurun vaqt ajrating, papkangizni oching, hammasini birma-bir tekshiring. Agar sizda shunga o'xshash vaziyat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hujjatda muammo chiqqan, qanday hal qilgansiz? Boshqalarga foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video kimnidir jarimadan, deportatsiyadan yoki kirishga taqiqdan saqlab qolishi mumkin.